Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kim bu? Gullalxon opa bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha, to'g'ri. Bezovta qilib qo'ymadikmi opajonim? Yo'q, bemalol. Avvalambor payg'ambarimiz Muhammad bo'lgan kuningiz bilan sizning uchun qalbimdan tabriklayman. Rahmat kattakon. 25 yashingiz sizga omad, mustahkam sog'lik, xonadoningizga tinchlik va hayot yo'llaringizda ulkan zafarlar olib kelsin. Rahmat aytganingiz kelsin. Doimo oilangiz va farzandlaringiz baxtiga sog'-salomat yuring. Yuzingizdan tabassum, xonadoningizdan esa foiz baraka arimasin. Rahmat aytganingiz kelsin. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi shodona kuningizda kim sizni oz bo'lsa-da xursand qilishni niyat qilgan bo'lishlari mumkin? Akalarim bor. Manimcha onam bo'lsalar kerak. Albatta, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomidan onajoningiz Nargizoga tabrik yo'llaganlar. Rahmat katta. Agar vaqtingizni olmasam, onajoningizning sizga atalgan dilizxorlarni o'qib eshittirsam bo'ladimi? Ha, mayli. Assalomu alaykum, mening mehribon qizim Gullalxon. Bugun 25 yoshing bilan seni siz qalbimdan tabriklayman. Vaqt degan naqadar tez o'tar ekan. Kechagina seni qo'lingdan ishlab yurishga o'rgatgan edim. Bugun esa katta bo'lib, o'zingga o'xshagan jajjigina shirin qizning onasisan. Seni ulg'ayganing, oilali bo'lib baxt topganing ko'rib qalbim quvonchga to'ladi. Bolalaringning baxtiga doim sog'-salomat bo'l qizim. Ularning quvonchini ko'rib yurgan onalardan bo'lgin. Shu vaqtgacha meni hech qachon uyattirmading, yuzimni yerga qaratmading. Sening odobiy, mehring va sabring bilan doimo faxrlanaman. Har bir onaga ham sen kabi oqila, mehribon va oilasini qadrlaydigan qiz nasib etaversin. Hayotingda tinchlik, xonadoningda fayz baraka arimasin. Turmush o'rtog'ing bilan farzandlaring kamolini ko'rib uzoq umr ko'rgan. Qizim, doimo yuzingdan kulgu, qalbing esa baxtga to'lsin. Rahmat. Onam o'zlari mehribon ayollar, o'zlarining ichidagi dilizxorlari bo'lsa, doim menga sabrlisan deb aytardilar. Rahmat kattakon, bizni baxtimizga ham doim sog' bo'lsinlar, bosh bo'lsinlar bizga. Alloh umrlariga baraka bersin, sog'lik, salomatlik bersinlar. Nevaralarini ham shunaqa bizni uzatganday nevaralarini ham uzatib, nevara to'ylar qilib ko'rib yurishlarini onamlarga. Amin, aytganingiz kelsin. Sizga ham rahmat katta. Shunchalik e'tibor berib, vaqtingizni ajratib, telefon qilganingizga. Rahmat opajonim. Rahmat. Gullalxon opa, yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Uyingizdan baxt, yuzingizdan tabassum arimasin. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Rahmat. O'zingizga tilaklar, o'zingiz bilan ham hamroh bo'lsin. Rahmat katta. Rahmat, akaning.